Do'stlar, bilasizlar, meni akkauntim yangi ochildi. Men sizlarga har xil o'yinlarni mod qilishni o'rgatib qo'yaman. Live haklarni ham. Xudo xolisa rekka chiqib ketamiz. Birinchi mod qiladigan o'yinimiz bu Pizza Ready. Ya'ni oshxona pizza pishiradigan. O'shani hozir mod qilishni o'rgatib qo'yaman. Mana ko'rib turganingizdek, mana pullar mod turibdi, mana tangalar ham. Hozir o'shani qanday qilishni o'rgatib qo'yaman. Birinchi navbatda Google ga kirasizlar. Google'dan ko'rib turganingizdek Pizza Ready mod APK skачать deb yozasizlar. Qidiruv ustiga bosasizlar. Bosganingizda mana shu narsa chiqib turadi. Mana shunda tortdiysizlar. Ustiga bir marta bosasizlar. Kirib olgandan keyin ko'rib turganingizdek mana shuni ustiga bosasizlar. Ustiga bosganingizda mana bu vaqt sanaydi. Vaqt sanab bo'lgandan keyin shuni ustiga bir marta bosasizlar. Va yuklanishlar deganni bosasizlar. Yuklab olishni bosasizlar. Bo'ldi. Manidan chiqadi. O'sha ustiga bir marta, ikki marta bossanglar, mana shu yerda shu narsa tortadi. Tortib bo'lgandan so'ng mana tortib ham bo'ldi. Shuni ustiga bir marta bosasizlar. Bir marta bosganingizdan keyin hamma xohlagan narsasidan yuklab oladi. Bu narsani Yandex Browser degan narsadan ham tortsa bo'ladi. O'rnatishni bosasizlar. Ozgina kutib turasizlar. Shunda qilib yuklab olasizlar do'stlar. Men yuklab bo'lganman. Xayr do'stlar.